qizlar cho'milib ketdik, boramiz. Davay. Dilnoz, qalaysan? Bor yo'q qol boshqa joyda cho'millaring. Qariq sanikimi xohlagan joyga cho'milamiz. Bizani oldimizda cho'milma, mol. O'zing mol. Bildingmi? Rangi o'zgarib ketdi buni. O, shamol. Unaqami? Tepgan yoqda cho'milamiz. Bola yo'qmikan? Yo'q, ketishdi-ku. Indama. Biz ketdik. Tasha. Sardoz qo'rda bilan tushdi. Sitora cho'milish bilmas ekan. Azza ko'rinmay qoldimi? Paylama dedim senlarga. Hozir men bombacha taylayman. Nimaga olib kelding buni? Tapchikal olib ketsa kimdir olib kelish kerak-ku. O'zi olib ketadi-ku. Uni nima qilasan? Belimga bog'layapman, cho'ktirmaydi-da bu, qara. Oha, nima bo'ldi? Ana bunisi og'zi yo'qdan cho'kib ketishimga sal qo'llaydi. Ketdi mana. Ha, suv kim ko'paytirish? Ketdik. Qani bu yoqqa chiqlaring. Senlar bu yoqqa chiqlaring hozir masalani ko'rsat. Ona! Bu yoqda senlar sabim buzasanlar. Uyda serial ko'raysan, televizorim ishlamayapti. Ey, nima bo'la bular? Jabrasi bormi? Chiqinglar ey. Yo'llaringa boshim egay. Hozir ana shu daryoga men bomba tashlayman, ketdik. Ana bu daryo. Qumga ko'miladigan. Yuzlari ko'rinsa ham. Voy, syomkani dodasi bo'lyapti boru. Qalaysizlar? Ke qaroriymi? Daraxtga. Nargiz opa keling. Cho'milishni boshlaymiz hozir. Yangisi video bang. Ana 120 kilo nima qilyapti? Nupagadiku trend o'yladi quyoncha. U quyon emas, Madagaskardagi Gloriyaga o'xshaydi-ku, begemot. Endi Gonajon shu kapinsiya menga berib turgin. Hozir ministrlar mana o'ylayman, qo'shiqqa stol chiqadi, yigitning ichini qizdirib. O'sha munisa raqqosalar nima bo'ldi? Bilmayman, aralashmayman, aytdim menga uni. Qayni hangomada ke? Qizlar, uyimda har kun sovchi arimayapti-ku. Ota-onam uzatib borsalar o'qishim nima bo'ladi? Bu jekichan dugonlarning ichini yomon qizdiradi. Bu hali bir yerga tegmaydi. Temol 2-kurs kontrakt o'qiydi. Jamshid aka, qanaqa bozor? Men butikdan kiyinaman. Meni Toshkent City Mallga olib boring. O'zing bir patinkani qilib kiyapsan. Butikka bola bormi? Roltan yesa shash yerimni qilsa mana shuda. Qizlar, bugun bir pul tashashib o'shinga ovqat qilaylik. Mayli, ha? Men qo'shila olmayman. Dugonalarim piknikka taklif qilgan. Alla yo'qdi, kechasi piknik matning bo'lib kela oladi bu. Dugonalar bilan gaplash piknikka bor ekan. Davay prosmotr. Davay. Ana, ovqatim tayyor bo'ldi. Meni piknikim atmin bo'pti. Endi sizlar bilan o'shin qilaman-da. Buyuk shaman. Shampun so'ma kirlarni ketkazmaydi u. Boshimni og'ritma ketkazadi. So, tishingni kir sovun bilan yuvsan, qaymi? Pastidan zumma pasta bilan yuvgi. Ana boshingni nima bilan yuv? Vakonlar bo'lsa qat, soqollar pena bilan yuv, qaymi?